Salom do'stlar, Instagramdagi reaksiya videorolikimizda davom ettiramiz. Reaksiya 4-qism. Video ustiga like bosib, komment, obuna bo'lishni unutmanglar. Ketdik. Qancha umr ko'rsa ham inson so'nggi manzil bo'lar. Shuning uchun hech qachon afsuslanib, voy unaqa qilishim kerak edi, bunaqa. Yo'q. Demak, shunaqa bo'lish kerak edi. Bo'ldi. Orqadagi narsani o'zgartira olmaysan. Yo'q. Ertangi kunni bugungi qadaming bilan o'zgartirishing mumkin. Kerak emas. Men hayotim boshlaganimda u odamga erga tegmasdim. Игровой нот. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? O'zingiznikilar xalaqit beradi rivojlanishingizga. Nimaga? Chunki oshib ketishingizdan, energiyani kuchayib ketishingizdan qo'rqadi. Ya sambota se ben Nimani orzu qilasan? Bu yerlardan ketsam deydi. Besh yil avval yutqazdik. Do'stlarimizni yo'qotdik. Oilalarimizdan ayrildik. Bugun barini qaytarish imkoniga egamiz. Ikki nuqtaga faqat bir marta borib kelish, xato qilishga haqqimiz yo'q. Boshqa imkoniyat bo'lmaydi. Aksariyatimiz o'zimizga tanish bo'lgan hududga boramiz. Biz albatta zafar quchamiz. Qanday bo'lmasin? Nima edi? Orzular orzuligicha qolmaydi. Muhim yurak urib tursa basmi? Ha? Nima? Ularni orzusi yo'q deb o'ylaysan? Ularni orzu va maqsadlari ham. Assalomu alaykum. Uzrsiz 30 sekund kuttirib qo'ydim. Ismim Said Azim, Westminster bitirganman. Amerikada 3-4 bizneslarim bor. 4 turda mukammal gaplasha olaman. Fu, menga вообще yoqmadi. Qanaqa jirkanch bola ekan. Uy. Assalomu alaykum. Meni ismim Said Azim. Dubayda yashayman 10 yildan beri. Wala ila wala ahla. Voy, Dubayda yashayman dedimi? Точно mошенник, astagfirullah. Hali, yaxshi o'tiribsanmi? Yomon sushnak bordi-ku, menga ichki bu narsa olmadingmi? Hop, bir minut telefon. Alo. Nima qilganlaring bu? Nima deyapsan? Vau, hayotimda ishqini topdim va nihoyat desam shunda bolaga deyman-de. Anu batarikadan o'z o'yga ortdi. Assalomu alaykum. Nega davlatlar fohishalarga, qimorbozlarga haromni I will work hard and get rich this year. J'aimerais tellement lui dire mais
Hozir shundan shu yo'ldan o'tib ketayotganimda to'g'ridagi manzarani ko'rib, Xayrulla Hamidov o'qigan bir she'r esimga tushib ketdi. Diqqat bilan eshitamiz. Assalom yo'lovchilar, ezgulik xohlovchilar, uyda buni ko'rgilik, tatimas bir yegulik, uyda buni ko'rgilik, tatimas bir yegulik. Номер 1 Дани Карвахаль, второй правый защитник, слева Марсел 12. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Bo'lmi? Stadiondan xabar keldi. Maman dit travailler c'est bien, bien. O'qishdan nimaga to'r olding? Uxlab qolibman. Almashtir. Sen nima kundaligingni olib kelmading? Dadajon, shuni stulchi ko'tarib kelibdi. Bor olib kel stolni. O'qishdan nimaga to'r olding? Voy, Afrikaga emas-ku. Afrikaga uyingga sovchi jo'natdi. Mani yetim bo'ldi. Voy, Afrikaga emas-ku. Afrikaga uyingga sovchi jo'natdi. Mani yetim. ويجي الموت بس يسكت صوت. Ona nima ovqat qilyapsiz? Pishganni bilasan. Ona nima ovqat qilyapsiz? Pishganni bilasan. Koronavirus degan pandemiyadan tirik chiqqan ekansizlar-da? Ha, o'g'lim, biz juda qiynalganmiz. Bu qo'rqinchli bo'lganmi? Rosa qo'rqinchli bo'lgan. Ya, ikkinchisi. Koronavirus degan pandemiya